Bugungi video hamma gurzoy haydaydigan okalarga tegishli. Videoni gurzoychi okalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Hamma gurzoy haydaydigan okalarni asabga tegadigan zapchastlari bo'ladi, ya'ni kuzov zapchaslari. Bugun o'shalar haqida gaplashamiz. Zamok barti, bu ham turetskiy yaxshisi. Orqa eshikning petlalari. Bu petlalar ham eng ko'p kuzov zapchaslarida eng ko'p ketadigan zapchas hisoblanadi. O'sha kommentariyaga ham sira yozib olasizlar. Bolagansan o'zi. Bu ham turetskiy yaxshisi. Ana bir oyda, 2 oyda anaqa o'ynab musor bo'lib qoladigan emas. Hop, ko'pchilik mikrofon deydi. Yana ko'pchilik отбойный deydi. Kuzov отбойныйga, ya'ni orqaga yurayotganda o'z yoniga udarlardan kuzovni himoya qiladigan detal. Bu zapchaslarni o'sha ortiqcha maqtab yoki reklama qilish hojati yo'q. O'sha hamma gruzoychilar yaxshi bilishadi. Bemalol telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab kuzov yasaydigan, orqa bort yasaydigan ustalarni hamkorligiga taklif qilamiz. Katta kolичествоda yetib kelgan, hammasi turetskiy, o'z-o'zidan chiqadigan yoki boshqa Xitoy varianti emas. Turkiyada o'zimizda spesialniy ancha vaqt ketdi buni topishga. Yaxshisini topib olib keltirganmiz. Optim narxlarda kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Kolичествоga qarab, viloyatdagi ham dastavkasini qilib beramiz, xudo xolasa.